Akalarim ko'plar mana avtoavtolar nima mashina bor deb mana qiziqayotgan edi. Mana yangi mashinalarimiz keldi. Bir boshdan obzorni qo'ytaman. Mana 2023 ga 24 kovullarimiz bor. 2023-yil mana kovullarimiz avtomat korobka boshlanish to'lovi 8 million so'm. Bosh to'lovi mana damasimiz bor. Oylik to'lov juda komplektda chiqqan. Narxi 47 million so'm. Bundan keyingi mashinamiz mana 2021 ga kuzov 22 mana avtomat korobka Cobalt'imiz bor. Boshlanish to'lovi 5 million so'mga chiqib ketadi. Oylik to'lovlar juda komplektda chiqadi qiziquvchilarga mana. Bundan keyingi mashinamiz 2021 mexanik korobka Cobalt'imiz bor. Kraskalari toza. Narxi 95 million so'm qulay narxlarda. 21 avtomat korobka Gentralarimiz bor mana. Bundan keyin mana 23 mana Gentralarimiz bor. Qora svetda. Mana holatlari. Bundan keyingi mashinamiz mana 2024 Cobalt'larimiz bor mana. Kraskasi toza mana ka. Ko'plarga mana narxi 120 million so'm, boshlanish to'lovi 10 millionga chiqib ketadi. 2022 mana mashinalarimiz bor mana ka. Boshlanish to'lovi yo'q, limit asosida ham chiqib ketadi. Bemalol avtoavtolar kelaveringizlar. Manzil Surxondaryo viloyati Angor tumani Jarqo'rg'on Perkuska xohlagan variantlaringiz bor. Past raqamlarimizni qo'yamiz. Qiziquvchilar aloqaga chiqarasizlar.